Damas o'ta sekin qiziydigan mashina. Unga sabab oldagi lops postoyankada motordan harakatda oladi. O'sha hisobiga motor o'zini postoyanda sovutib turadi. Xo'p, uni lopsni olib tashlaymiz biz. Olib tashlab turib elektroventilyator qo'yadigan bo'lsak, mashinamiz o'ta tez qizib beradi. Sabab o'zini sovutib turmaydi birinchidan. Motor to 90 gradusga chiqadi, keyin elektroventilyator qo'shadi. O'shanda motor tez qizib beradi, pechkalar zo'r gum bo'ladi. Xo'p, bizga ketadigan narsa bitta temperatura datchik, bitta ventilyator, bitta relay, bitta prehandl, tamom. Ulanish tartibi qaranglar. Birinchi biz muammo bo'ladi. Buni datchikda qatirib olish. Termostat yoniga perdelga qilib qo'yiladi. To'kirdami yo patrubkagami moslab qatiriladi, bo'ldi. Issiqlikni ko'rib berish uchun bu. Ventilyatorda qatiramiz, u ham chamon bo'ladi, perdelkalish. Uni qatiriladi. Endi ulanish tartibi. Qaranglar. Datchikni bir tomoni massaga ulanadi, bir tomoni relayda 85-oyog'iga ulanadi. Impulsli bo'ladi bu. Xo'p, relay 86 bilan 30-oyog'i постоянный pilus через prehandl qo'yiladi. Yo zajeniyaga tashlab qo'yasizlar, yo bo'lmasa постоянный pilusga. Bo'ldi, tamom. 80 raqam bo'ldi, ventilyatorga shuni ulasizlar, bo'ldi, tamom. Shu buncha perdelka ishlari qo'lish yo'q bo'ladi ekan.